وعلى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المحترم جماعة المسلمين، أود الله بالأدب حمد صنعنا وضعنا بأنباء إيصال صلوات وسلامات بروج الشريف الأنسان من değerli dostlarımız, Rabbana mübarek olana ihtimama, yani yakınına ve Teala yakınlaştırdığı için her birinin kalbinde mahzunluğu, hafali, buluşu tabi'i, kaysi o imanı olsa, kaysi onun imanı olsa, ona hafal buluşu tabi'i olsa, Peygamber Aleyhisselam'ın huzuru varlıklarda yahut koyulgan şan uçup kalanda Peygamber Aleyhisselam istircak kelimasını aytganliklari mashhur hadis inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedilar. Xudoning huzuriga qaytib borganimizga Janob Rasululloh bu so'zlari odatda musibat yetganda aytadigan so'zlari bilan Peygamber Aleyhisselam yonlarida sham uçup qolgan shu hadis onamiz Peygamber Aleyhisselam'ın odatdan tashqari bu holatlar, ya'ni ko'zlariga musibat ko'rinmasa da bir oddiy holat tepasi ham kalimani aytganlarida ya Rasululloh sizni odatda musibat yetganda aytardingiz, men bu gapni aytdingizda kullu shay'in yu'minu mu'mina Allohu subhanahu yani mashhur hadis. Yani qaysi narsa kimga aziyat berar ekan, dilini og'ritar ekan, shu narsa musibat deymiz. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Bu narsa arzigan musibat. Tepamizdan Ramazon sharifga qaytib, biz tepamizdan ketayotganiga, Ramazonni ketayotganiga aniq, lekin bizni qalbimizda bir shak qolgan narsa shuki, Parvardigor olam bizdan bir Ramazonni qabul qildimi, qilmadimi? Bizdan bu sodir bo'lgan oyda sodir bo'lgan behurmatliklarimiz, bizni beadabchiliklarimizni Parvardigor olamni kamohaqu biz mana bizdan qattasi ham buni haqqini ado qiladigan ibodatni Parvardigor olam bizdan rozi holatda hidoyatni yana egillarga o'zgartirib bizdan yetkazadimi? Bundan oldin o'tgan Ramazonlarni Xudo qabul qildimi, qilmadimi? Mana shu qalbimizdagi iztirob Hazrat Muhammadda bo'lishi tabiiy. Lekin bitta xursand bo'ladigan joyi shularki, Hindiston olimlaridan buyuk zot, nomlari tabarruk zot Hazrat Imdodulloh Makki rahmatulloh alayhi huzurlariga bir odam kelib, Hazrat bir narsadan shikoyat qilgan ekan. Hazrat namoz o'qiganlar namozni qabul bo'lyapti, bilmayman. Hech kimlar namoz o'qigan musulmonlar. Lekin qalbidagi iztirobim meni betoqatga qo'shgandagi namozni Xudo qabul qilyaptimi, qilmayaptimi? Qalbida shak va ishtiboh qolib ketgan. Shunda Hazrat Imdodulloh Makki rahmatulloh alayhi nafaqat bu odam, balki bizni ham ko'nglimizni ko'targan bir gap gapirgan. Bu gapni asli Jaloliddin Rumiy Masnaviy sharifda aytgan ekan. Aytadilarki, sen ertalab Bomdodda o'qidingmi dedilar. Ha, o'qidim. Keyin peshinda o'qidingmi dedilar. Ha, o'qidim. Agar Xudo Bomdodni qabul qilmaganda peshinga nasib qilmasdi dedilar. Xudo oldingi ibodatni qabul qilmasa, keyingisiga nasib qilmaydi. Siz Parvardigor olamni ibodatida misolni shunga o'xshating. Bir odamni yoniga borib sizni maqtaysiz, u odam sizni maqtovingizga eshitib indamay turaveradi. Yana qaytib kelib maqtaysiz, yana qaytib kelib maqtaysiz, qayta uni maqtovga kelaverasiz, madh qilaverasiz. U odam sizni maqtab turganingizda indamay qo'yganligi uchun maqtashingizdan roziligi uchun indamay qo'yyapti. Agar maqtash qulog'iga olmaganda borch qilib haydab olgan bo'lardi. Sizni Parvardigor olamga ibodat yoqyapti ekanki, Parvardigor ibodatni haydab olmayapti deydi. Oldingizni qabul qilsa, keyingisiga Xudo sizga tavfiq beradi, keyingisiga qilishga amal qilishga nasib qiladi. Bizdan xursandmiz. O'tganga ham chiqqandik, bunga Xudo tushishni nasib qildi. Ro'zamizda bir hurmatli qilib ko'chada taom yeyishdan xabar qilib yurganlarning jumlasidan Xudo qilmadi, bu ne'mati uchun Xudoga behaqiqatan hamd va sanolar. Shuncha binolar qilamizdan, shuncha Xudoga hamd berganlar ichida bizlarni ajratib, mumtoz qilib, sarlab qo'yib, bizlarni intixob qilib, Parvardigor olam alohida
o'ziga ko'pchilik bandachalik qiladiganlardan qilib qo'ygan uchun Xudoga behad, beadad savob maqtovlar. Suhbatimizning boshida bitta gap, bu gapni ko'p qaytardik. Lekin juda ham go'zal gap. Har eslaganingizda odamni o'ylantirib qo'yadigan bir gap. Agarchi oddiy bir kishini gapi bo'lsa ham, lekin ta'sirli gap. Har bitta odamga bo'laydigan dars. Boburiy shohlardan Akbar shohning qissasini gapirdik. Boburiylar sulolasidagi 3-podshoh. Boburdan keyin shoh bo'lgan odam Humoyun bo'lgan. Humoyundan keyin Humoyunning o'g'li Akbar shoh podshoh bo'lgan. Akbar shoh Mo'g'ul imperatorligi ichidagi imperatorlarning ichida eng kattalar, saltanati eng kenglaridan bittasi bo'lgan. O'sha shohi jahonlar, Tojmahal bo'lgan shohi jahonlarda bobosi bo'ladi. Olamgirlar. Shunday katta sulton, lekin dindan qaytib ketgan. Musulmonlikdan qaytib ketgan. Murtad bo'lib ketgan. Murtad bo'lib ibodatxonalar qurib, ibodatxonasida Yahudi, Nasroniy, Hindu, musulmon hammasini aralashtirib turib ibodat qiladigan ibodatxona qilib, o'zini dinining nomini Dini Akbariy deb nomlagan. O'zini yonida yurgan vaziri shu odamni dindan qaytargan. Ba'zi ulamolarning aytishiga qaraganda agar ajablanadigan shunday ham bo'lsa, umrining oxirida dinga qaytgan ekan yana. Shu Akbar shoh huzurida mushoira qildi, she'r bazmi qildi. She'r bazmiga shoirlar hammasi keladi, tabiiy she'r yozsa podshohdan inom ihson oladi, mukofot oladi. Bu shoiraga bir qishloqda sahroda yurgan bir tog'dagi onaman bir she'r yozib borsam, men ham she'rim ma'qul kelib qolsa, Akbar shoh mukofot beraman degan umidda she'r yozibdi. She'r yozgan she'rni qofiyasiga, vazniga qarab o'tdi-yu, ma'nosiga umuman e'tibor bermadi. Shu she'rning ichida Akbar eshak bolasi o'tdi. Shu ulug' shoh imperatorlik deyarli dunyoning yarmiga podshoh bo'lgan odamni eshak bolasi yozdi. Shu she'rni ko'tarib Akbarga o'qib berdi. Akbarning huzurida eshikning ostida har kelgan she'rni ko'rikdan o'tkazib turgan bosh vazirni shaxsan o'zi o'tirdi. Chunki o'sha kirgan she'rlar agar podshohga yoqmasa, albatta bosh vazir ma'lum boshqa. Hali bechora arabiylar she'rni shunga qarasa, Akbar eshik bolasi o'tdi. Sen haramsan, men jinnimisan? Hech joyda Akbarga shunaqa she'r o'tab berasan. Desa o'tamish. Ana qofiyasi chiroyli deb. Mana shunday e'tibor qilgan qofiyasi chiroyli she'r maqtov. Mana she'rni ko'tarib bersin, birinchi margavlat ketarki, serkalagan. Shuni o'rniga Akbar qurolli o'g'irligini podshohning desidan gap chiroyli chiqaradi-ku. U hinchalik chiroyli chiqaradi bu. Deb xullas o'sha she'rni o'zgartirib, o'rniga Akbar eshak bolasi degan gap o'rniga Akbar qurolli o'g'irligini podshohi deb qo'shib qo'ydi. She'rni ko'tarib Akbarning yoniga keldi. Akbar Boburning emas edi, shoirning emas, o'zida shoirning tabiati bor. She'r o'qidi-yu, rostdan oldingi xatotlarni keyingi xatotlarga ketdi. Bechora qishloq savdo odam o'sha yerda sizni bir xonada bo'lgan vazirga borib shu o'zgartirib qo'ydi. Men bu yerga shu eshik bolasi yo'ladim dedi. O'zim bergan shu yerda aytdi. Akbar uning kamol samimiyligini ko'rib, haligi soddalik ko'rib ilhom ihson qilgan ekan. Shu yoqqanligi uchun, samimiyligi uchun. Lekin ular kelishda maqsad shu yerdagi siz bilan men qanday qatorda ibrat bo'lgan narsalardan ibrat olamiz. Lekin Xudoning aql bergan bo'lsa, umuman ibrat olishga arzimaydigan narsa bo'lgan narsadan ibrat oladi. Ta'ala rahmatullohi alayhi shu yerga ibrat olgan joy shu yerdagi bosh vazir davlatni boshqarishda deyarli podshohlik bo'ladi. Podshohni qila olgan ishini bosh vazir qilib bo'ladi. Ba'zi bosh vazirlar podshohlarga ko'ra boshqon bo'ladi. Nima uchun endi bitta bosh vazir podshohni shu darajada qattiq qo'rqdi? Hali she'r podshohning huzuriga
masalan u qadra oshib yo'g'oldi, boshini ketishdan qo'rqib qoldi. Lekin bu taqishloqda hech qanday dunyosi, martabasi yo'q odam nimaga podshohdan qo'rqmadi? Bu hali podshohning oldiga yetib masalan qo'rqib boshladi. Bu podshohning o'ziga ham seni eshak bolasi yozganman deyishdan qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki u podshohni tanimasdi. Podshohning g'azablarini, podshohning nima ishlarga qudrat yetishini u bilmasdi. Ammo boshqalarcha podshohning nima ishlarga, imkonlarga egaligini, oldida necha odamlar oyog'i ostida kallasini olib tashlaganlarini ko'rganligi uchun u qo'rqadi. O'sha misol boshladiki, ma'lum bo'ldiki, dunyoda har bir ko'chada gunoh qilayotimi, u kamol Xudoni tanimagandan qanaqa deydi. Xudoni tanigan gunoh uchun aslo Xudoning nima ishlarga qudrat yetishini bilmaganligi uchun u gunoh qilishga bemalol jur'at qiladi. Bu gapni aytishdan maqsad nima edi? Payg'ambar alayhisolom aytdilarki, kim o'zini tanisa, u Xudoni taniydi. O'zini xorligini tanisa, ya'ni Xudoning qudratliligini taniydi. O'shaning uchun inson kibrga qachon beriladi? Hech qachon to'shagayotgan odam kibr qilmaydi. O'lim to'shagayotgan hech kim kibr qilmaydi. Dunyodan bundan boyligi ham ketdi, salomatligi ham ketdi, yigitligi ham ketdi, hammasidan ajragandan keyin odam hech qachon kibr qilmaydi. Kibrda odam o'sha odam boshqalarning ichida o'zini ana shu narsalar sababli ziyodaroman deb o'ylasa, salomatligi bor, oiladan davlat bor, oilaning kreslasi bor, ana shunaqangi vaqtida odam kibr qiladi. O'shanda Payg'ambar alayhisolom aytdilarki, Xudo taolo bandaning kibrini 3 ta narsa bilan sindiradi. Bittasi kasallik bilan xosindiradi. Tahlil ma'lumotlar bor. Rang bo'lib yotgan odam hech qachon bir tumov bo'lib oqqanini gapirmaydi. Yo'l kasallik odam bir oddiy kasallikdan gapirishga jur'at qiladi. O'zini o'zi oladi. Xudo bitta kibrni kasallik bilan sindiradi, bittasini Xudo taolo qarz bilan sindiradi. Bo'yniga qo'shni orasida. O'sha ikkovida ham sinmasa Xudo o'lim bilan sindirib qo'yadi. Uchinchisi o'lim bilan sindirib qo'yadi. Xudo taoloning 99 ta asmo-ul husnosidan bittasi Xudo mutakabbir. Kibriyoni sohibi bo'ladi. Xudo taolo kibriyo ana libosi deydi. Har kim uni tortib olaman desa, ya'ni kibrda menga sherik qilaman desa, faqat mani yonimga o'zini qo'yib olsa, uni sindirib qo'ymayman deydi Xudo. Bir menga hech qanday yo'q. O'shaning uchun ma'lum bo'ldiki, siz bilan bizning ishimiz shikastalik, siz bilan bizning ishimiz ojizlik, o'zimizni pastga olishlik, kamol o'zimizni foniy qilishlik, fanolik olamida o'zimizni sargardon qilishlik, Xudo tabaraka va taoloning ishi. Dunyoda har bir ibodat qilmay yurgan bo'lsa, Xudoni tanimagan bo'lsa, ya'ni biz boshda aytganimizdek, o'sha Xudoning mutakabbirligini bilmaganligi uchun, yo bo'lmasa o'zini ham Xudoga o'xshagan mana mutakabbirlikka arzuydigan zotman deganligi uchun odam ibodat qilmay yuradi. Lekin hamma imkonlar qo'ldan ketganda ular vaqt qo'ldan chiqib ketgandan keyin kech bo'lgan bo'ladi. O'sha suhbatimizning mavzuida qisqagina tavozu haqida gapirishni lozim topdik. Tavozunimiz o'zbek tilida aytganda kamtarligimiz. Lekin tavozu degani aslida odam o'zini pastga qo'yishiga, o'zini pastga qo'yishiga odamni tavozu deydi. Mutakabbir deb o'zini katta olishlikni aytadi. O'zini yuqori olgan odam mutakabbir, o'zini pastga olgan odamni mutavozi deydi. Payg'ambar alayhissalomning buyuk sifatlaridan bittasi Payg'ambar alayhissalomning tavozulari bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomning tavozularini jumlasidan shu bo'lanki, qul qanday ovqat yesa shunday yeyman deydi. Qul qanday ovqat yesa shunday yeyman. Payg'ambar alayhissalomning tavozularidan bittasi shu bo'lanki, Rasululloh hech qachon o'zlarining oldilarida odamlardan oldiga chiqib, oilalarni orqaga qo'yib yurishga Rasululloh odatdan bo'lmadi. Rasululloh odamlarni oldilariga qo'yib, o'zlari orqaga gapiradilar, qo'yinglar orqaga farishta yetsin deydilar. Payg'ambar alayhissalomning tavozularidan bittasi Janob Rasululloh idishni yalashdan orqamaganlar. Idishni yalashdan orqamaganlar. Bizda ozgina o'zini
mansab saobat bo'lgan odam, hech qanday mansab yo'q. Boshqalarga qaraganda ozgina ziyorat bo'lgan odam borki, o'sha taovani yarashtirib o'zini ovqatini, ikki taovani emas, o'zini ovqatini yaraga o'sha qasr ovqat yeyishdan g'azab qilmaydi, lekin yarashga kelganda odam orqashligi o'shani takrorligidan. Hazrat Huzayfa roziyallohu anhu bir Eronlik mehmonlarning ichida o'tirganlarida shu sahobiy Janob Rasulullohning eng maqbul sahobalaridan bittasi, Janob Rasulullohning sirdoshlari taomlarni yarab turgan yonlarida bir odam aytgan ekan, turib Hazrat, Eronlik mehmonlarga oldida taom yaramasangiz bo'lardi. Ular nima deydi bizni? Ular nima deydi? Ular hozir hijolat qiladi, o'sha yerda atlu sunnata nabiyyi lihaula bil haqqa mahbubun sunnat shu ahmoqlar uchun ta'kidlaman. Ahmoqlar bormi Janob Rasululloh sunnat ta'kidlaman. Janob Rasululloh sunnatlilarni shu zot izhor qildi. Endi tavozu haqida gapirganda bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qisqacha tavozu borasida aytilgan so'zlar, hadislar, lekin ularning ham ba'zilarini tavozularini eshitib qo'ygan. Shu o'zlarini ustozlarini juda ko'p ulug'larni tavozu qilgan. Biz bir odam bir narsaga hobbi bo'ladi, yaxshi ko'rib fikr hayol bilan o'sha bo'ladi. Biz o'sha ulamolar orasidagi hobbimiz Ashraf Tahonaviy rahmatulloh alayhi. Hazrat Ashraf Tahonaviy rahmatulloh alayhi millionlab muridlarga sahib bo'lgan. Millionlab. 1.5 kitob sahib bo'lgan. Ashraf Tahonaviy rahmatulloh alayhi muomalada qo'pol qiladi. Nihoyat qo'pol bo'ladi. Qo'pol uchun ignacha narsani, noshar'iy narsani o'qigan bo'lgan. Hech qanday birovlar oyoq qilmagan ekan. Hazrat Tahonaviyni shunaqangi qo'polliklarning borasida bir odam yonlariga kirib aytgan ekan. Qachon suhbatda Tahonaviyni yoniga kelsangiz 5000 odam o'tiradi. 5000 odam kechasi kunduzi Tahonaviyni o'tiradi. Shu odamlar ichida bittasi Tahonaviyga e'tiroz qilgan ekanki, siz eshonsiz, siz pirsiz. Pir qachon pir bo'ladi? Qachonki sunnati Janob Rasulullohning tirgizsa, Janob Rasululloh sunnatini yer yuzida joriy qilsa, u odam keyin pir bo'ladi. Janob Muhammad alayhisolamning sunnatlarining eng buyuk sunnatlaridan bittasi Janob Rasululloh qo'pol bo'lmaganlar. Janob Rasululloh achchiq so'z odam bo'lmaganlar. Hammaga murojaat qilganlar. Sizda o'sha sunnat yo'q, dedi. Va kunta fazzan g'alizal qalbi. Payg'ambar alayhisolom haqlarida agar siz qo'pol bo'lganingizda, agar siz achchiq so'z bo'lganingizda, qalbi qattiq bo'lganingizda deb gapirgan, siz tahoyat qilganlar. Yo'q, yo'qmayapsan, oyat dedi. Rasululloh aytganki, "Va kunta fazzan g'alizal qalbi lam farzu min hawli." Agar siz qo'pol bo'lganingizda atrofingizda bitta odam qolmay qochib olardi. Meni atrofimda 5000 odam o'tirib qaradi. Ma'lumotiki meni qo'polligim nafsim uchun emas, shularni isloh qilaman deb qo'pollik qilaman. Shularni oxiratdan ajab topib qolsin, Rasululloh yo'llarini yurgan bo'lsin, qo'pollik qilaman. O'zim nafsim uchun qilganni bitta odam qolmasin dedi. Ashraf Tahonaviy rahmatulloh alayhi huzuriga kelgan ikkita olimni, ikkita buyuk olimlar. Ular to'rtta bitta mahallaning imomlar, u katta olimlar, bittasi ikkinchisiga kelgan. Men senga bir narsa aytaman. Shu Hazrat Tahonaviy suhbatga kelib o'tirsam, qalbimga bir narsa o'zim tushunamanki, mendan ko'ra piyodalar dunyoda bo'lmasa kerak deydi. Boshqa ko'chada yursam ham bo'lmaydi. Shu Tahonaviy to'g'ri desam, shu narsa qalbimga kelaveradi. Yo Alloh, men shu narsa Tahonaviy oldiga kelib keladi. Ikkovlar maslahatlashib ketdik, Hazrat Tahonaviy oldiga shu masalani so'raydi. Nimaga Tahonaviy oldiga keldi? Shuni olib qolamizmi dedi. Ikkovlar kelib Hazrat dedi. Bir sir bor, mana sir nima? Shu ko'chada yursangiz, kemaga hayol o'zlarining yoniga kelib keladi. Nima hayol keladi? Dunyoda mendan ko'ra gunohkor odam bo'lmasa kerak. Dunyoda eng ilk misoldan man bo'lsam kerak. Allohga qasam ichadimanki, o'sha narsa meni ko'nglimda bor o'zi deydi. O'sha meni ko'nglimda bor uchun men suhbatimga kirishim narsaga ta'sir qiladi. Lekin men til uchun aytmayman. Haqiqatda dunyoda eng ilk misoldan man deydi. Tavozun borasida Hazrat Tahonaviy rahmatulloh bu ishi bilan, ular aqidasi bilan o'sha Tahonaviy rahmatulloh qo'l bergan odamning ishi shu bilanki, hammasini ketavergan.
Qarqaraqay katta onasiga tahona qildi. Sulaymon Nadaviy degan odam o'tgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tarixlariga, siyratlariga 6 mujalladli buyuk kitob yozgan. Bobida o'shanaqa o'rinda uni mislini yozgan. Sulaymon Nadaviy kitobni yozib, dunyoning odamlari mashhur bo'lgan vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vasallam hayotlarini yozdi. Endi Janob Rasululloh hayotlarida qanday hayot kechirish uchun nima qilish kerak? Kitob yozganimda mana narsa o'zgarmadi. Endi nima qilsamki, bir hayotlar boshqa qoladi. O'zlar tahonaviy topgan. Tahonaviy huzuriga borib qo'l beraman. Tahonaviy huzurlariga kelib, yer yuzini buyuk olaman. Tahonaviy huzuriga borib, xizmat qilgandan keyin Hazratdan nasihat qildi. Sulaymon Nadaviy olimga tahonaviy nasihat qildi. Tahonaviydagi siyrat Janob Rasulullohning ta'sirlarini, tarixlarini yozgan sizdagi yer yuzini buyuk olimga man nimadir nasihat qilaman. Siz menga pir o'rganisdagi nasihat qilasizlar. Siz shuylar mana talim shunday narsa javob qilganki, shu Sulaymon Nadaviyga foyda bersin, menga ham foyda bersin. Keyin aytganlar, ey Sulaymon, siz kelgan mana shu o'zini sindirishdan boshqa narsa emas ekan. Bir og'iz aytgan ekan. Sindirishdan boshqa narsa emas. Shu bir og'iz gapdan keyin shu huzurga keladigan 5000 odamni qo'shib to'g'rilgan bo'lgan shu. Sulaymon Nadaviy Janob Rasul siyratlarida yozgan doim ish qo'sh to'g'rilar ekan. Shu bir og'iz gapdan sindirgan. Nimaga? Chunki gap ta'sir qilishiga sabab bo'lib odamni o'zi o'sha pil bo'ladi. U pil bo'lmasa odam o'zida bor narsani birovga beradi. Bu qiladi. Birov pul beraman deganlar yo'qda pul bo'lsa nima deydi? Pul bizga berdi deganlar uni qo'chqonga chaqirib pul to'lab qolmaydi deydi. Shunday pul beradi, sizga bir pulni berdim dedi-ki, bu ham pulga ega bo'ladi. Hazrati Tahonaviy rahmatullohi alayhi ustozlarining oti ishtirokchilar. Yaxshi. Bundan bo'lsa kerak. Yaxshi eshitdim. Mikrofonni gapirsa yaxshi eshitdim. Bo'ldi yaxshi. Diktadan hay. Hazrat Tahonaviy rahmatullohi alayhi ustozlari bo'lgan. Otlari Mahmud Devlatiy bo'lgan. Lekin Hindistonning tashqarilarida ularni Shayxul Hind deb nom mashhur. Ya'ni Hindiston shayxi. Laqab hozirgacha o'shalarni laqab qo'yish Hindistonda u odamdan boshqa shayx bo'lmagan ekan. Shayx deb to'g'ri tushungan. Shayxning rahmatullohi alayhiga Mu'inuddin Ajmeri degan bir odam ziyoratlarga kelgan ekan. Poyezdda kelgan ekan. O'sha yerda poyezddan chiqqan vaqtlarda. Mu'inuddin Ajmeri Shayxning butun ovozlarini, mashhurlik, shuhratlarini eshitgan, lekin o'zini ko'rmagan. Televizor yo'q, rasm yo'q. Poyezddan tushgandan keyin 3 xil velosiped bo'ladi, taksi. Ham o'shanda Reyshaga nimaga keldi? Hazratni uylariga keldi. Jisonlarda bir odam lo'nga kiyib bo'lgan. Hazrat Muhammadga Mu'inuddin Ajmerining yonlariga chiqib ketdi. Keyin shu uyga kirib xo'jayiningizga ayting, Shayxul Hindga aytingki, Mu'inuddin degan bir odam Ajmerdan keldi deyin dedilar. Ha, bo'pti. O'tirsinlar dedi. O'tirsinlar, uzoqdan keldingiz deb keyin yerga o'chirib yuribdi. Men yerimman. Kirib Shayxul Hindga ayting. Shunaqa kelib Mu'inuddin Ajmerga keldi. Siz oldin ovqat yeb olib, ovqat berdi. Ayting degan suv ichib oling, suv ichib keyin xato gapirdi. Kirib aytsammi dedi, Shayxul Hindga dedi, Mu'inuddin Ajmerga dedi. 3 marta bo'lmadi. Kirib aytmaysan dedi. Yani bitta Shayxul Hind yashamaydi dedi. Bitta Mahmud Devlatiy bor dedi. O'zlaringizda Shayxul Hind yomon bo'ladi. Hindistonda shayx desa yomon bo'ladi. Bitta Mahmud Devlatiy bor. Yani 3 marta xatli gapirib turgan odam shu odamga o'zi bilgan ekan. Televizor ko'rmagan, taniydi. Shayxul Hind rahmatullohi alayhi ustozlari bo'lgan Yaqub an-Nahnotuviy degan. Yaqub an-Nahnotuviy haqida bir narsa aytib beraman.
Yaqub Navoiy degan zot shunday katta buyuk zot bo'lgan. Hindistonda Delhi degan shahardan Amritsar degan shahargacha necha million daraxt bo'lsa, necha million, mayli ming ham deylik, 100 mingdan daraxt bo'lsa, har bitta daraxtga bittadan olim kallasini aynicha kelgan. Har bir daraxtga bittadan olim kallasini kelgan. Ilgari shunaqa badbaxt inson bo'lganlar. O'sha vaqtda ular qochib yurib Qosim Navoiy, Yaqub Navoiy degan qozonlar ulamo qirilib ketgandan keyin o'zgacha shunday ish qilgan bo'lsa, undan ziyodaroq o'z ish qilmagan. O'zlariga olib kelmagan. O'shanaqa ishlarni qilgan. Shunda ular bechoralar qayerdan bir o'qishga bir joy ochib, bir madrasa ochib, o'qishga yurishni planini qilarmay yurgan vaqtida Payg'ambar alayhissalom vasallam tushlarida bo'lgan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom vasallam Yaqub Navoiyni tushga kirgan ekanlar. Janob Rasululloh Hindistonni Devan degan joyga ishora qilib, o'sha yerda madrasa qurilgan ekanlar. Madrasa qurishga Hazratning qo'lidan yengilab olib, quriladigan joyga Payg'ambar alayhissalom vasallam qo'llariga qo'lni olib, o'zlarini chizib bergan ekanlar. Yaqub Navoiyga taraf kelsa, Janob Rasululloh chizgan yerdan chizib chiqqan ekan. Aylansa 40 gektar madrasa bo'lsa, deyarli binoni hammasini Payg'ambar alayhissalom chizgan. O'sha Qosim Navoiy, Yaqub Navoiy rahmatulloh alayhi bir odam uyiga chaqirdi. Sodda odam ekan, Hazrat ziyoratga chaqirgan, shunday ulug' zotga bir arab olib keliyor, bir velosiped olib ketiyor demasdan shu piyoda boribdi endi o'sha kishi. Piyoda borganlardan keyin kutib olib mehmonlarni yana mehmon bo'lgandan keyin chiqib, ishga chiqib, bu ta'lim yaxshi bo'lsin deb kuzatib qo'ydi. O'zi piyoda ketsa ham mayli, qo'liga 20 kilo mango degan mevadan olib chiqib berdi. Uyga olib kelib, savatga qo'yib berdi. Bu ko'tarib boradigan odam ham bermadi. Hazrati o'shagi bir yarim ming sababdan tahonaviy u haligi shayxliklarning ustozi odam edi. Bechora to'g'ri savat ko'tarib ketaverib, og'ir bo'ldi. Bunisiga ko'taribdilar, bunisiga oxir qo'lga ko'tarishga imkon qolmadi. Keyin bechora Hazrat shuni ko'tarib, boshiga qo'ygan ekanlar. Boshiga qo'yib olsa, qo'l ancha qora qolgan ekan. To'g'ri, boshim borligi esimda yo'q edi. Boshida shuni boshib qo'ygan anchagina qo'lim yengil bo'larkan, esimdan chiqib qoldi. Kamol Allohni tavozusini borasida keltirib qo'yadi. Bir otash odamlar norozi bo'lmagan ekan. Tavozu haqida gapirganda bir narsani Imom Rifoiyning haqlarida keltirish kerak. Rifoiy degan zotlar tariqatda Rifoiyya degan uslub bor. O'sha uslubni raislar. Hazrat Rifoiy Payg'ambarimiz alayhissalom vasallamning ziyoratlariga ilk bor borganda aytgan bir go'zal she'rlari bor. Janob Rasulullohning qabrlariga qarab yig'lab aytgan, "Ya Rasululloh, men sizdan uzoqlik vaqtimda sizni oldingizga ruhimni jo'natardim. Ruhimni jo'natardim, kelib sizni ziyorat qilib ketardim. Endi o'sha ruhimni ko'tarib yurgan jasadimni ham olib keldim. Endi ruhim kelganda kelib sizni osmoningizga o'tib ketardi. Endi jasadim ham keldi endi. Muborak qo'lingizni chiqarsangiz qo'lingizga o'sadi yig'ladi." Janob qabrlarning oldida kamol oshiqlikdan aytganda tarix guvohki, bu tarixda bunaqa ish faqat Rifoiy uchun bo'lgan. Undan keyin tarix bilmaydiki kim uchun bo'lgan bu ish. Imom Rifoiyga Janob Rasululloh qo'llari chiqqan. Janob Rasulullohning qo'llarini o'pishga Alloh nasib qilgan. Shu masjidda necha odam turgan bo'lsa, hamma Janob Rasululloh qo'llarini Imom Rifoiyning qurbatini ziyorat qilgan. Lekin o'sha ziyorat bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisolamning qo'llarini o'pirgandan keyin qalblariga bir narsa paydo bo'lgan ekan. Rifoiy ko'rdingmi? Tarixda sendan oldin bo'lmagan bir ish bo'ldi. Shuna ulug'lar ekansan. Sendan boshqa hech bo'lmagan, sendan katta avliyolar bo'lmagan hech narsa keldi. Deganda nafsda shu narsasini, qalbga shu nafsni olgan mas'uliyatini sindirish uchun masjidda Janob Rasululloh qo'llarini hamma ummatidan Allohni o'rtaga qo'yib o'taman. Ostonani deydilar, hamma yetib o'tmasangiz roziman dedi. O'sha nafsda badallar sen shuna deysanmi? O'zing qarorim dedi. Hamma ayollarga o'rta shaytonlar deb o'ziga o'zi aytib, izdirib o'tgan ekan. Hazrat Rifoiy rahmatullohi alayhi bir kun ko'chada itni ko'rgan ekanlar. It fotografiya olib ketgan, kasal bo'lib qolgan fakat o'sha itni olib kelib uylariga davolatgan ekanlar. Davolatganlardan keyin bu itlarga aytganlarki, kimga
ovqatni berib bo'lsa, shu it topib ketib boqsin debdilar. Ertaga chiqdi. O'zlari shu itni boqib o'rgan ekanlar. Degan. Itni boqishligi rifon. Bu it boqishga ruxsat degan emas. Uni holati boshqa holat. Ular oshliq holat. Oshliq nima bo'ladi? Oshliq shunday bo'ladiki, Majnunning Laylani haqida aytgan bir she'ri bor. Majnun aytgan ekan: "Amru ala diyari diyari Layla, uqabbilu zal jidara wa zal jidara. Ama hubbu diyari shaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara." Layla diyardan qilsam deydi. U devorda ham to'g'rimi? Bu devorda ham to'g'rimi? Bu devorlar meni o'ziga oshiq qilgani yo'q, shu devorda ko'rgan zot bor dedi. Layla shu devorda ko'rgan ekan-da. Shularni yaxshi ko'rganida shu devorni ham o'qib yuraverar ekan. Ularning oshiqligi o'sha Xudo yaratgan narsani itam baribir deb oshiq bo'ladi. Shunchalik. O'sha itga parvarish qilib bo'ladi. Sunnatga xilof qilyapman demaydi. Endi ular faqatgina Xudoni bo'ladi-yu, Xudoni maxluqi bo'ladi. Boshqa gap o'ylamaydi. Bir kuni o'sha ishdan keyin ko'chada ketyapti, qattiq sel yoqqan. Hamma joy suv ekan, shuncha joy bor ekan, odam o'tkazsa bo'ladigan. O'shani yurib yursa, ularga qarab it kelib qoldi. O'tkish iloji bo'lganda, u suvga tushmaydi, yoki o'sha suvga tusha olmaydi, boshqa joyga. Shunda Xudo taoloning Ahmad ibn Rifoining gaplashgan gaplari bor. Kitob sahifadagi biz, siz ahli sunnat va jamoat avliyo karomatiga iymon qilib, payg'ambarga mo'jiza qilib bergan narsani oddiy ummatga Xudo karomatini beraveradi. U yerda tili bilan gaplashganmi, dili bilan gaplashganmi, Xudo u itga til berganmi, uni Xudo biladi. Lekin bu narsa tarixda muhaqqiqiy bo'lgan narsa. Itga hammaga yo'l beradilar. U itga yo'l beradi. Bu kishi aytdilarki, "Men odamman, saytsan. Bu kibr emasmi?" dedi. Kibr emasmi? Jinniga yo'q, gap kibrdan emas. Gap shu yerdaki, sen namozga mukallaf emassan. Sani ustingga bir oyog'ing tegsa, usti benamoz qol degan gap yo'q san uchun. Ammo men namozga mukallafman. Va sen namozga qolganing yo'q. Usting kirib qolsa namozni ham kiyim bilan deb turib, o'shanga sen yozib sen ustingga yuzib ketaveradi dedilar. U aytdi, siz yo'qda, men siz ustingga kirib O'sha ustim benamoz bo'ladi desa, agar siz yozsangiz, siz ustingizdan ezib o'tkazsam, kiyimingiz benamoz bo'ladi. Undirmab yuborsangiz fazla bo'ladi. Ammo men yozsam, meni ustimdan siz ezib o'tkazsangiz, men yaxshi ekanman deb bir qalbingiz kirib qoladi, bo'lmaydi. Uyurmaydi. Mutakabbirlikka ketkizib bo'lmaydi. Hazrat Onaviy rahmatullohi alayhi aytadilarki, odamlar bor, o'zini tavozulik qilib ko'rsatib, men dunyoda eng yomon odamman, eng xor odamman, juda ham gunohkorman, juda pastman deb o'zini kamtar qilib ko'rsatadigan o'lchamdagi risolatlar so'raydi. O'zi unaqa aslida u fe'l yo'q. Kamtarlik o'zi ko'rinishda odamni g'azablanadi, ayib bo'lib ko'rinadigan narsa. Lekin odamlar o'sha kamtarlikni izhor qilish bilan martaba oladigan bo'lib ketdi hozir. Men juda ham kamtarman deb turib til bilan aytgan odamlarni men kamtarligiga e'tibor qilmayman deb o'tirishadi. Shunda bir odam aytganki, bir odam qalbida o'zini kamtarligi ham bo'lsa-yu, shuni tili bilan ham aytadigan bo'lsa-chi, tili bilan gunohkorman, juda ham yomon odamman, juda pastman men, xatokorman, isyonkorman degan odamlar haqiqatda ham qalbida ham shu ish bo'lsa-chi, shu aytganlarki, qalbida ham bormi, yo faqat tilida o'zidami, buni sinashtirib juda oson deb. Men juda ham gunohkorman, men juda ham xatokorman deganda bir oqaytga beshak haqiqatda shunaqa odamsiz deyincha nima qiladi u odam? Juda ham yaramazdan odamsiz deyincha tutib ketadi bu odam. Demak, ma'lum bo'ldiki, u odam faqat tilida ekan, dilda yo'q ekan. O'sha ham nafs o'zini nasibasini oladi. Qanday qilib oladi? Nafs shuni xohlaydi, masalan men sizga aytsamki,
Men juda ham gunohkorman-da, juda ham yaramasman-da deyishdan maqsadim nima? Sizdan bir gap narsani eshitishni xohlaydi. Siz aytsangiz nimaga? Yo'q, aslida siz shunaqasiz, biz nima deymiz deydi. Ana shuni eshitib nasl bo'ladi. Nafs mana shu o'zini kamtar qilib ko'rsatishni oqibatida ham ana sizdan haligi maqtovni eshitishni xohlaydi deydi. Bir avliyoulloh ko'chada kelganimizda 5-6 bola futbol o'ynayotgan ekan. Futbol o'ynayotgan. Bechora keyin avliyo haroqati bechora odam ekanda, ko'chada yurgan avliyo odamlar bolalarga qarab aytgan ekan, ey bolalar, o'g'illar, bu to'p hazratlari sizlarga nima ma'qul? Bitta vaqt emas dedi. Jekani yuboribsizlarmi dedi. Nima ma'qul bo'ldi? Bizda xullar bor ekan. Ahli dedi, to'pni yonida turibsiz, o'zidan so'rab qo'ying dedi. Nimaga qanday yurgan? Kerak to'pga qarab turganlar, to'p uchilayotgan ekan. To'pdan so'ralib, to'p javob berdimi dedi. Ha, javob berdi. Nima dedi to'pga? Shu boshimga ozgina havo bo'lib qoladi, o'sha tepkiga patib chiqdi. Shunday dedi. Men ma'lum bo'ldiki, har kimning boshiga kibri havo bo'ldimi? Men qo'rqaman dedim, tepki o'sha odam dedi. O'sha odam Xudo xohlasa, Xudo o'shani uradi. Bekorga katta emaydi odam deydi. Qaysi jihatda o'zini katta olib qo'ygan, kallasiga havo to'ldirib olgan, ana o'shandan keyin katta ekan. Ibn Sinoni yoniga Ibn Sinoni ustozi Kushyor degan odam yoniga ekan. Bir odam ilm o'qiyman deb kelgan ekan. Yulduz ilmini o'qiyman deb kelgan ekan. 2 oy 3 oy yurgan ekan, ustozim dars bermagan ekan. Oxiri kelib aytgan ekan, hazrat endi menga javob berasiz. Siz oldingi ilm o'qiyman deb aytasiz, men dars berishga vaqtingiz yo'q ekan, ketaveray deganda, senga dars berardim, bitta narsani aytib qo'y dedi. Sen meni yonimga kelganingda bildimki, boshingda ozgina havoyi bor ekan. Men uncha bu ilmdan xabardorman degan narsa o'zingda bor ekan dedi. Men bir narsaga idishga qachon narsa qo'yaman, qachon u idish bo'sh bo'lsa keyin qo'yaman dedi. Asal kalla to'lib qolgan ekan, kibr havo bilan. Kibr havo bilan kalla to'lsa, unga ilm turmaydi dedi. Unga ilm Xudo tomonidan ilm qo'yilmaydi dedi. Qachon qo'yiladi? Menda hech narsa yo'q desa, keyin qo'yiladi. Men bo'shman, kallamda hech vaqt yo'q men desa, odam qo'yiladi. Tahorat yana shu kibr haqida borasida olimlarga gapirganlarki, ba'zilar bor. Ilm bor, haqiqatan ham olimniki aqlli bo'ladi, lekin kamtarlik qilaman deb turib, bizda ilm yo'q, biz johilmiz dedi. Yo, tavozu qilaman deb turib, noshukrlik qilmaslik kerak degan. Kamtarlik qilaman deb Xudoning ne'matlariga beqadrlik qilmaslik kerak. Chunki unda ilm bor. Qandaydir bor ilm odam yo'q deydi, u juda tavozu qilmoqchi bo'lsa, kamtarlik qilmoqchi bo'lsa, oldingi olimlarda oldida biz ilmimizni yo'qsilmaydi kerak. Bizda undan ilm yo'q, johilmiz deyishlik yo'q, beqadrlik bu. Xudoning ilmiga, Xudo degan ilmiga noshukrlik bu. Har kim shukr qilmoqchi bo'lsa, ham shukr, ham tavozu qilmoqchi bo'lsa, alhamdulillah bizga Xudo ilm berdi-yu, lekin oldingi olimlarning oldida biz ilmimiz yo'q desin. Tahoratda bir foizga kelgan edi. Foizga kelib tursam, pastda bir odamga gaplashib ketyapti, menga urib bermadi. Tepasi pog'onasi bosib ketyapman. Hazrat pastga tushdilar. Biz uni bemasa ovqatimizdan olsinlar dedi. Nimaga bemasa deyapsiz dedi. Ovqat qilib. Kamtar dedi. Siz kamtarlikga Xudoning ne'matini so'rayapsiz dedi. Hech qanday Xudo bergan ne'matni Xudo bermasa, Xudoning korxonasi bu dedi. Dunyo Xudoning korxonasi bu. Bitta kofirning yurtida masalan Yaponda ishlab chiqqan narsa bir yomonlamaydi. Yaponda yomon narsa bo'lmaydi deydi-ya. Qayerda? Yaponda yomon narsa bo'lmaydi deydi, Xudoning korxonasiga narsani yomonlab qo'yadi. Siz juda tavozu qilmoqchisiz, Xudoning ne'matini yomonlashtirib tavozu qilasizmi? Unaqa qilib tavozu qilmayman. Tavozu boyatga tavozu ham bo'lsin, Xudo o'sha tavozuga juda shukramiz. Janob aytganlarki, men bani odamni farzandlarim ichida sayyidiman, lekin faxrim yo'q deganlar. Haligi sayyidiman degan gaplari Xudoning ne'matiga shukr, lekin faxrim yo'q deganlar Janob Rasululloh tavozular demiş. Sen bani odam farzandini ichida sayyidiman, lekin o'shanga faxr qilmayman. Ibodat qilasiz, ibodat qilib turib, ibodat qilmadim, men namoz o'qimadim deyishni men noshukrlik deb hisoblayman dedi tahorat.
ibodat qilib turib, u o'qigan namozlar hammasi bekor degan odam shunga shukur bo'ladi. Tavobu bilan turib, yaxshi ibodat qilmadim demoqchi o'tirib, namozning hammasini yo'qqa chiqarib olishlik yaxshi emas. Balki odam namoz o'qigandan keyin ham tavozu, ham shukur qilishning ilojini alhamdulillah Alloh taolo bizni namozxon qildi-yu, lekin namozning quvvatini Xudo o'zi bergan esa ham shukur bo'ladi, ham tavozu bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Alloh taolo bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbana ya Rabbana